Qo'qonda kimlar ko'p, bozorchilar ko'p. Qo'qonda qanday mahsulot ko'p, skuter va motorollar ko'p. Keling, Uchko'prik filialidagi mahsulotlarni birgalikda ko'rib o'tamiz. Kelinglar, elektromotorollar haqida gaplashib o'tamiz. Bu motorolimiz 300 kilolik bo'lib, bemalol yuklarni ortib yursalaring bo'ladi. Bu motorolimiz orqasida o'rindig'i ham bor. O'rindig'ini tushirib, bemalol yuk ortib yursalaring ham bo'ladi. Bu motorolimiz 1 tonna yuk ko'tara oladi. Yetmaganiga samosval, shag'al, sement bemalol knopkani bosib tepaga tushirsalaring bo'ladi. 1 tonna, naq 1 tonna yuk ko'tara oladi. Bu motorollarimiz ham 1 tonna bo'lib, bu motorollarimiz samosvalsiz, bemalol bozorchilar olib bemalol yuklab bozorlarga chiqishlari mumkin. Bu motorollarimiz ham 300 kilo. Uzoq masofalarga og'ir yuk bilan harakatlanuvchi insonlarimizga benzinlik motorollarimiz. Bu mahsulotimiz benzinlik motorol bo'lib, naq 2 tonna yuk ko'tara oladi. Sovutish tizimi, radiator va antifriz bilan jihozlangan. Bu motorolimizdan xuddi shunday 2 tonna yuk ko'tara oladi. Bundan tashqari elektr motorollarimiz, kabina motorollarimiz, hamma mahsulotimiz mavjud. Bu mahsulotlarimiz 1 tonna. Kabinali deysizlarmi, 5 kabina deysizlarmi? Ichi rulli motorollarimiz ham bor. Bu motorolimiz ichlari rulli, tuning qilingan motorolimiz. Bu motorolimiz qishda issiqni, yozda ventilyatorlar bilan bemalol sovuq qilib tayyorgarliklar tortib yursalaring bo'ladi. Yana xuddi o'sha kabinali motorolimiz. Bu motorolimiz 1 ton, naq 1 tonna yuk ko'tara oladi. Kelinglar, ichini birgalikda ko'rib o'tamiz. Luki bor. Yozda bemalol ochib yursalaring bo'ladi. Ventilyatori bor. Sovuqni ketasizlar. Qishda pechkasi bor. Kobalt pultlariga nima deysizlar? Avtomat korobka. Zadniy kameralari bor. Tablo katta, Mercedeslarga o'xshaydi. Multi rol. Avarenka. Magnitofon kolonka. Eng muhimi, bluetoothli. Qoraytirilgan oynalar. Bu motorolimiz motor miya quvvati 2000 watt bo'lib, akkumulyator 65 amper, 72 volt akkumulyatordan naq 6 ta o'rnatilgan. Bu motorolimiz 1 tonna. Buni kichkinasi 600 kilolik motorolimiz ham bor. Bu ayni uy ro'zg'orbop ishlarga juda mos. Chorvachilarga, dehqonlarga ham juda mos qilib ishlangan. Bu motorolimiz ham Cobalt Bolt. Luk. Ikkita ventilyator. Rullarini qarang, rullarini. Katta monitor. Bemalol 2 kishi bilan harakatlansa bo'ladi. Saloni ham keng qilib ishlangan. Eshiklarini yopilishga nima deysizlar? Yirik vagon desa ham bo'ladi eshigini. Qani bular 8 kilolik motorolimiz. Eshiklarini qaranglar, eshiklarini. Yozda kunida 100 tayyorgarliklar tortib olib yursiz. Ketadi-yu. Bu ham avtomat korobka, multi rol, multi monitor, luk bor. Bundan tashqari ham yuk, ham 4 kishi bilan harakatlanadigan skuterimiz ham bor. Mazzami 4 kishi bilan oshnom aynalar bilan yozda basseynga, qishki kunida issiq pechkalar yoqib olib, kafelarni olib, kechqurun yursa, mazza-yu. Bunda ham luk bor. Ventilyatorlari bor, multi rol, katta monitor, pechka, avtomat korobka. Oldin Mercedeslarda chiqqan shunaqa knopkali avtomat korobka. Xuddi shunaqa avtomat korobka knopkalari ham. Orqasiga ham bemalol 400-500 kilo yuk tortib ketsalaring bo'ladi. Yuklaring sig'may qolsa, tepalariga ham bunaqa narsalar qo'yilgan. Bemalol shekka ham narsalar yuklab baylab ketsalaring bo'ladi.
Bemalol Uchko'prik filialimizda ehtiyot qismlari olsalaring ham bo'laveradi. Balon, har xil diametrli. Motor deysizlarmi? Amortizator deysizlarmi? Loshka, motor miya, xullas hamma ehtiyot qismlarimiz mavjud. Bemalol kelib, Uchko'prik filialimizdan xarid qilsalaring bo'ladi. Dastavka qilish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Mo'ljal Boboshbek bozorining 100 metr o'tganda chap qo'lda. Arzon va sifatli narxlarda xarid qiling.